Garni hududidan, soliqni orqasidan bitta 3 xonali lyuks apartament, studiyniy kvartirachamiz sotuvga chiqyapti. 6-qavatda. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Siz ekranga bitta laykchani bosib qo'ying. Hozir videoni boshlayman. Asosiy kirish qismimiz chiroyli oyna qilingan, uyimiz полностью atachenti bo'lgan, yevromontajlab bo'lgan. Uyimizning bu tomondan ko'rinishi, eshikdan kirganda chap qo'limizda общий sanuzol bo'lyapti. Kattagina keng unitazlar, kirish mashinalar hammasi qo'yilgan. Chiroyli kafelar yopishtirilgan. Hollga qaytamiz. Mana bu yerda kattalar uchun yotoqxona, двухспальный. Bu tomonda TV zona, ikkita shkaf qilingan. Xo'p, chap tomonimizda esa keyingi eshigimiz, bu bolalar uchun yotoqxona qilingan, 2 kishilik, barcha shkaflari bilan hammasi qilingan tayyor. Mana bu yerda esa oshxona qismimiz bo'lyapti. Oshxona qismimizga ham полностью kuxonli mebellar qilingan, холодильник, barcha sharoitlari bor. Kimga agar yoqmasa, mana bu yerni oyna bilan, раздвижной oyna bilan yopsa bo'ladi. Bu yer esa как hol, mehmonxona qismimiz, TV zona bo'lyapti. Samarqand shahar Gagarin hududi Obul Nalog'ning orqasida bo'lyapti. Beeline orqasidan kelsangiz ham bo'ladi, Timur shohdan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Ikki tomonlama yo'li bor. 8 qavatli novostroykamiz 6-qavatida kadastr hujjatlari bor. Faqat naqd pulga ipoteka рассрочкасы yo'q. 52 kvadrat, narxini 65500 deyapmiz, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa chiqinglar. Bizlarning qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like va podpiska bossangiz chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.